Salom bolajonlar. Keling, kichkina bir sinov o'tkazamiz. Qarichingizni yozing, partangizni o'lchab ko'ringchi, necha qarich chiqar ekan. Endi partadoshingizdan so'rang, u necha qarich bilan o'lchagan ekan. Ikkalangizning natijangiz bir xilmi? Yo'q albatta. Chunki bizning qarichlarimiz turli kattalikda. Demak, bunday o'lchash noaniq ekan. Aynan shuning uchun odamlar hammaga bir xil bo'lishligi uchun maxsus o'lchov birliklarini o'ylab topishgan. Millimetr, santimetr, detsimetr va metr. Bugun biz bu birliklar bilan tanishamiz va ular yordamida narsalarning uzunligini aniq o'lchashni o'rganamiz. Qani, boshladik. Uzunlikni o'lchash uchun maxsus o'lchov asboblari bor. Bu chizg'ich. Chizg'ichdagi eng kichik bo'lakcha millimetr deyiladi va millimetr bilan belgilanadi. 10 ta millimetr birlashsa 1 santimetrni hosil qiladi. U santimetr bilan belgilanadi. 10 ta santimetr esa 1 detsimetrni tashkil qiladi va detsimetr bilan belgilanadi. Nihoyat 10 ta detsimetr bu 1 metr degani. Ya'ni metr bilan belgilanadi. Demak, yodda saqlaymiz. 1 santimetr 10 millimetr, 1 detsimetr esa 10 santimetrni tashkil qiladi va shuningdek 100 millimetrni ham tashkil qiladi. 1 metr esa 10 detsimetrni tashkil qiladi va 100 santimetrni ham tashkil qiladi. Bu birliklarni bilsak, har qanday uzunlikni aniq o'lchay olamiz va bir birlikdan ikkinchisiga bemalol o'tkaza olamiz. Keling, endi mashq qilamiz. Esingizdami? 1 santimetr necha millimetr bor edi? To'g'ri, 10 ta. Demak, santimetrni millimetrga aylantirish uchun sonni 10 ga ko'paytirishimiz kerak. Masalan, 3 santimetr bu 3 marotaba 10 millimetr degani. Ya'ni 30 millimetr. Endi o'zingiz hisoblab ko'ring. 8 santimetr necha millimetr bo'ladi? Barakalla, 80 millimetr. Ko'rdingizmi? Juda oson ekan, ha? Endi boshqa birliklarni santimetrga aylantiramiz. Avval detsimetrni eslaymiz. 1 detsimetr necha santimetr edi? To'g'ri, 10 santimetr. Demak, 2 detsimetr bu 2 marotaba 10 santimetr degani. Ya'ni 20 santimetr. Endi millimetrdan santimetrga o'tkazamiz. Buning uchun sonni 10 ga bo'lamiz. 70 millimetr necha santimetrga teng bo'ladi? To'g'ri, 7 santimetrga teng bo'ladi. Rasmga qarang. Jasur va Dildora bo'y o'lchagich yonida turishibdi. Siz chizg'ichdan Jasurning bo'yi 120 santimetr, Dildoraning bo'yi esa 100 santimetr ekanligini ko'rib turibsiz. Endi sizga savol. Jasurning bo'yi Dildoraning bo'yidan necha santimetrga uzun? To'g'ri. Jasurning bo'yidan Dildoraning bo'yini ayiramiz. Ya'ni 120 ayrilgan 100 barobar 20. Demak, 20 santimetr. Jasur Dildoradan 20 santimetr baland ekan. Endi teskari savol. Dildoraning bo'yi Jasurning bo'yidan necha santimetrga qisqa ekan? Albatta xuddi shu, 20 santimetrga. Chunki farq har doim bir xil bo'ladi. Ajoyib ishladingiz. Biz endi santimetr, millimetr va detsimetrni bir-biriga aylantirishni bilamiz. Bu bilim kundalik hayotimizda juda kerak bo'ladi. Masalan, masofani o'lchashda, tasma sotib olishda yoki qurilishda. Keling, hayotiy masalalarni birgalikda yechamiz. Uydan do'kongacha bo'lgan masofa 92 metr ekan. Ravshan shu masofaning 43 metrini bosib o'tibdi. Endi sizga savol. U uygacha yana qancha yo'l yurish kerak? Avval nima ma'lum ekanini aniqlab olamiz. Jami masofa 92 metr ekan. Bosib o'tilgan qismi esa 43 metr ekan. Qolgan qismini topish uchun jami masofadan bosib o'tilganini ayiramiz. 92 ayrilgan 43 teng 49 metr. Demak, Ravshan yana 49 metr yo'l yurish kerak ekan. Zaynab gul yasash uchun tasma ishlatgan. U
53 cm qizil rangli va 36 cm sariq rangli tasma ishlatgan. Endi sizga savol. U jami qancha tasma ishlatgan? Bu yerda ikkita tasma qismlarini qo'shamiz. 53 qo'shilgan 36. Birlik xonalardan foydalanib 3 qo'shilgan 6 teng 9. O'nlik xonalardan foydalanib 5 qo'shilgan 3 teng 8. Demak, 53 qo'shilgan 36 teng 89. Zaynab jami bo'lib 89 cm tasma ishlatgan ekan. Kamolada to'qish uchun jami 100 metr ip bor edi. U qo'g'irchoq uchun ko'ylak va shapkacha to'qimoqchi. Ko'ylak uchun 68 metr, shapkacha uchun 37 metr ip kerak ekan. Endi sizga savol. Kamoladagi ip bularni to'qish uchun yetadimi? Keling, avval necha metr ip kerakligini hisoblaymiz. 68 qo'shilgan 37 ni hisoblaymiz. Birliklarni hisoblaymiz. 8 qo'shilgan 7 teng 15. Birini eslab qolamiz va o'nliklarni qo'shamiz. 6 qo'shilgan 3 xotiradagi 1 ni qo'shsalik 10 bo'ladi. Demak, 68 qo'shilgan 37 teng 105. Kamolaga 105 metr ip kerak ekan. Lekin kamoladagi bor yo'g'i 100 metr ip yetmas ekan. 100 metr ip 105 metrdan kamroq. Shuning uchun ip yetarli emas. Kamolaga yana 5 metr ip kerak bo'ladi. Ko'rdingizmi? Matematika hayotda naqadar kerak ekan. Zo'r ishladingiz, bolajonlar. Endi qiziqarli, eng aqlli topshiriqlarga o'tamiz. Bular sizni haqiqiy matematik sifatida sinab ko'rishadi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bu safar bir necha birliklarni bittaga birlashtirishni o'rganamiz. Masalan, 3 detsimetr 5 santimetr necha santimetr bo'ladi? Eslaymiz, 1 detsimetrimiz 10 santimetr bo'ladi. Demak, 3 detsimetrni 30 santimetr qilib olamiz. Endi unga 5 santimetrni qo'shamiz. 30 qo'shilgan 5 teng 35 santimetr. Yana bir misol. 5 santimetr 40 millimetrni qo'shamiz. Necha santimetr bo'ladi? Avval 40 millimetrni santimetrga aylantirib olamiz. 40 bo'lingan 10 teng 4 santimetr. Keyin 5 santimetrga qo'shamiz. 5 qo'shilgan 4 teng 9 santimetr. Ko'rdingizmi? Katta birliklarni kichikkaga aylantirib oldik. Keyin esa ularni qo'shib oldik. Endi bu diqqat bilan tinglang. Bu biroz murakkabroq masala. Sanobarning bo'yi ukasining bo'yidan 10 santimetrga uzun. Akasining bo'yidan esa 20 santimetrga qisqa ekan. Ukasining bo'yi 9 detsimetr ekanligi ma'lum. Savol: Sanobar va akasining bo'yi qancha? Natijasini detsimetrda foydalaning. Avval ukasining bo'yini santimetrga aylantirib olamiz. 9 detsimetr teng 90 santimetr. Sanobarning bo'yi ukasining bo'yidan 10 santimetr uzun. Demak, 90 plus 10 teng 100 santimetr. 100 santimetr bu 10 detsimetr ekan. Endi akasining bo'yini topamiz. Sanobar akasidan 20 santimetr qisqa ekan. Demak, akasi sanobardan 20 santimetr uzun. 100 qo'shilgan 20 teng 120 santimetr. 120 santimetr bu 12 detsimetr. Demak, sanobarning bo'yi 10 detsimetr, akasining bo'yi esa 12 detsimetr ekan. Eng oxirgi va qiziqarli topshiriq: perimetrni topish. Perimetr bu shaklning barcha tomonlari uzunligini yig'indisi. Ekrandagi uchburchakka qarang. Uning tomonlari 25 cm, 15 cm va 20 cm. Perimetrni topish uchun hamma tomonlarni qo'shamiz. 25 qo'shilgan 15 qo'shilgan 20. Avval 25 va 15 ni qo'shamiz. 25 qo'shilgan 15 teng 40. Keyin 40 ga 20 ni qo'shamiz. 40 qo'shilgan 20 teng 60. Demak, uchburchakning perimetri 60 santimetrga teng ekan. Ajoyib. Siz endi istalgan shaklning perimetrini topa olasiz. Bolajonlar, bugun biz uzunlik o'lchov birliklari millimetr, santimetr, detsimetr va metr bilan tanishdik. Ularni bir-biriga aylantirishni o'rgandik. Hayotiy masalalarni yechishni mashq qildik. Shakllarning perimetrini topishni o'rgandik. Endi sizga uyga topshiriq.
uyingizdan birorta narsani tanlang. Masalan, stol, kitob yoki qalam. Chizg'ich yordamida uning uzunligini santimetrlarda o'lchang. Keyin natijasini millimetrga aylantirib ko'ring. Oilangizga o'lchov birliklarini o'rgating. Keyingi darsda yana yangi matematik sarguzashtlar kutmoqda. Ko'rishguncha xayr bilimdonlar.